Shu salatni tayyorlab, xo'jayinimdan gap eshitdim. Uyimizga nozira mehmonlar kelishgan edi. Men o'zimni shunaqa chiroyli salatimdan tayyorladim va bir kunda bitta emas, 2 marta tayyorlashimga majbur bo'ldim. Chunki salat xo'jayinimga yetmadi. Siz ham tayyorlab ko'ring, bir marta emas, juda ham ko'p marta tayyorlashga majbur qiladigan bu salatni doimiy menyularingizga kirgizib qo'yasiz. Ham yangi yilga, ham bayramga, ham yig'inga, ham gaplarga, ham diydor shirinlarga ketaveradigan salat bo'ladi-yu. Ko'rinishi ajoyib, ismi esa juda ham ajoyib. G'oz uyasi. Bu ismni qayerdan olib qo'yasizlar deysizlarmi? Bo'lmasa salatni ko'rinishiga baho bering, o'zingiz ham shu nom bilan nomlagan bo'lardingiz. Retsepti ajoyib va vitaminlarga boy. Oson va to'yimli. Tez tayyor qilib, mehmonlarni xursand qilishga ayni muddao. Retsepturasida tuxumni atalab uni ham pishirib to'ralgan. Lekin mana xo'jayinimga unaqasi yoqmagani uchun ularga asobiy tuxum solmasdan qildim. Mana salatimiz tayyor. Ko'rganingizdek g'oz uyasiga o'xshaydigan ko'rinishga ega. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring va menga podpiska bo'ling.